Mana bugun dekabr oyida turibmiz. Dekabr turganimizdan keyin o'zingizga ma'lum daraxtlarimiz xudo xolasa barglarini to'liq tashlab bo'ldi. Tashlab bo'lganidan keyin biz kesish boshlaymiz. Yodingizda bo'lsin. Mevali daraxtlarni har doim iloji boricha imkoniyat darajasida harakat qilinglarki, olma, nok, behi daraxtlarni iloji boricha hosildan keyin barglarini to'liq tashlab bo'lgandan so'nggina kesinglar. Undan oldin kesish tavsiya qilinmaydi, shakl berish ham tavsiya qilinmaydi umuman. Danakli mevalar, gilos, shaftoli, o'rik, bodom, yong'oq va shunga o'xshagan boshqa qattiq danakli mevalarni 20-25 sentyabrgacha kesib shakl berish mumkin. Unda ham faqatgina o'zini yoshiga to'lgan 3 yoshdan katta bo'lgan danakli mevalar haqida gap ketyapti. Endi mavzuga qaytamiz. Demak, hozir biz turganimiz olma daraxtidan olib turibmiz. To'liq 10 yoshga to'lgan olma bog'da. Bu yerda joriy yil solkashlikka tushgan bog'. O'tgan yili 24-yilda bu yerdan taxminan bir 70 tonnadan oshiqroq hosil olingan. Bu yilga statistik ma'lumotlarga qaraganda, ya'ni buxgalteriyadagi olingan ma'lumotlarimizga qaraganda bu yil 20 tonnaga yaqin hosil olganmiz. Endi siz ham shu savolni o'zingizga berishingiz kerak kesishdan oldin, ya'ni shakl berishdan oldin. Men joriy yilni mavsumni qanaqa tonna bilan yopdim bog'imda. Ya'ni siz qanaqa meva yetishtirdingiz? Ko'p meva yetishtirdingizmi? Kam meva yetishtirdingizmi? Yirik mevami, mayda mevami? Shu haqida aniq bilib olishingiz muhim bo'ladi. Undan keyin kesishga o'tasiz. O'zi kesish va shakl berishda 3 xil, 4 xil asosiy parametrlar bor. Birinchisi, hal etganimdek, joriy yilni mavsumni qanaqa yopdingiz? Masalan, ko'p hosil olgan bo'lsangiz, deylik 70 tonnaga yoki 60 tonnadan oshiqroq hosil oldingiz. Masalan, yoki 10 tonna hosil oldingiz. 10 tonna hosil oldingizda keyingi yilga siz 20 tonnani mo'ljal qilib olasiz yoki 15 tonna mo'ljal qilib olasiz. Shunga yarasha moslab turib kesasiz daraxt. Yoki shu olgan maydoningizdan siz ko'proq nisbatan 30 tonnadan oshiqroq hosil oldingiz. 1 gektar maydon haqida gaplashyapmiz. 30 tonnadan oshiqroq hosil olganingizdan keyin siz demak bilishingiz kerak, siz siyraklashtirmagansiz daraxtlarni, ya'ni mevalarni. Siyraklashtirish o'zi asosan 4 ta 5 ta bosqichda ketadi. Birinchisi kesish paytida, ikkinchisi gullash paytida, uchinchisi kimyoviy siyraklashtirish, to'rtinchisi hujayralar bo'linib moy oyidagi qo'lda siyraklashtirish, ya'ni bu daraxtlar tabiiy to'kilgandan keyin siyraklashtirish bo'ladi. 5-chi siyraklashtirish sifatiga siyraklashtirish bo'ladi. Agar siz joriy yilda ko'p hosil oldingiz, lekin mana shu 5 ta siyraklashtirish etapidan o'ta olmaganingizdan keyin bilingki, siz yangi mavsumda katta ehtimol bilan solkashlikka daraxtlaringizni tushirib qo'ygan bo'lasiz. Demak, agar yana qaytaraman, siz ko'p hosil olgan bo'lsangiz, nisbatan kamroq kesishingiz kerak. Kerak bo'lsa ildizini kesishingiz kerak. Ya'ni ko'p hosil olgan yilingiz daraxt sekinlashtirib olish kerak bo'ladi, mevaga to'liq yotqizib olish. Ya'ni daraxtni to'liq fiziologik boshqarishingiz kerak bo'ladi. Agar kam hosil olib siz keyingi ko'p mo'ljal qilayotgan bo'lsangiz, mevalarni o'sha hal etganimdek 5 ta etapda siyraklashtirib o'tib ketishingiz kerak bo'ladi. Endi kesishda 3 ta qoida bor. Birinchisi, ichkariga o'sgan, hozir video davomida ichkariga o'sgan shoxlarni kesasiz. Ikkinchisi, singan, zarar yetgan va har xil shunga o'xshagan sizga keyingi mavsumda foydasi bo'lmagan shoxlarni kesib tashlaysiz. Ikkinchi qoida. Uchinchi qoida, fiziologik kesasiz, ya'ni hal etganimdek ko'p meva olgan bo'lsangiz kamroq kesasiz, kam meva olgan bo'lsangiz ko'proq kesishga mo'ljallab siyraklashtirib kessangiz bo'ladi. Hozir xudo xolasa hammasini batafsil tushuntirib ketamiz.